Dengiz sathidan 3200 metr balandlikda, Pomir tog'larining qoq markazida tinchgina uxlayotgan bir maxluq bor. Uning ismi Sares. Tashqi ko'rinishidan go'zal, sokin va musaffo ichimlik suvi havzasi. Ammo olimlar fikricha aslida bu Markaziy Osiyo tepasida osilib turgan, istalgan soniyada portlashi mumkin bo'lgan naqd yadroviy bombadir. Sares ko'li hozir eng balandda joylashgan ko'l hisoblanadi dunyo bo'yicha. Bu ko'lni hajmi bo'yicha ham u eng katta ko'llardan biri hisoblanadi. Bundagi yig'ilgan suvning obyomi 17 milliard kub kilometr. Suv atigi bir necha soat ichida butun bir mintaqani yer yuzidan supurib tashlashi mumkin. Bugun biz Sares to'g'oni yorilsa nima bo'lishi, xavf kimlarga tahdid solayotgani va mintaqa davlatlari nega bu muammoga e'tiborsiz bo'layotgani haqida gaplashamiz. Sares ko'lini to'sib turgan Usay to'g'oni bo'ladi. Usay to'g'oni Tojikistonning Pomir tog'larida dengiz sathidan qariyb 3200 metr balandlikda joylashgan dunyodagi eng baland tabiiy to'g'on hisoblanadi. Bu to'g'on inson qo'li bilan qurilmagan. U 1911-yilda Richter shkalasi bo'yicha 9 ballik dahshatli zilzila oqibatida tog' qulashidan hosil bo'lgan tabiiy tosh uyumidir. Yetmish yoshli toshkentlik tog' injeneri, gidrogeolog va iqtisodchi Abdurahmon G'aniyev ko'p yillardan beri Sares ko'li xavfi ustida mustaqil izlanishlar olib boradi. Uning aytishicha, bu to'g'onning yemirilishi birdan 4 ta davlatda yashovchi 6 millionga yaqin odam hayotiga to'g'ridan-to'g'ri tahdid soladi. Saresni o'rvini dambani o'rvindan 10-12 metr pastda turibdi. 10-12 metr farqi bor. Suv yuzasi mana dambani baland eng yuqori tochkasi orasida. Endi bu 10 tomondagi ko'chki juda katta ob'yomdagi ko'chki. Olimning fikricha, o'ng-qirg'oq ko'chkisi asosiy xavfi bir necha 100 million kub metr tog' jinslaridan tashkil topganligidadir. Agar o'ng-qirg'oq ko'chkisi zilzila yoki boshqa geologik hodisalar sababli harakatga kelsa va ko'lga qulasa, Usay to'g'oni yorilishi turgan gap, deydi olim. Bu ko'chki tushadigan bo'lsa, tabiiy holda tsunami deyiladi. Katta to'lqinni tashkil qiladi. Bu to'lqin keladida shu naqani ustidan o'tib ketadi. To'lqinning balandligi 100 metr, 100 metrdan oshadi. Shu kuchi bilan sekin toshlarni sidirib ketdi. Endi o'rtada sekin paydo bo'ldi. Endi bu yerdagi suvning obyomi 17 kub kilometr bo'lgani uchun, juda katta massa bo'lgani uchun oqaveradi. Har sekundiga bitta, ikkita, uchta, to'rtta boring 50 ta 60 ta toshni suzaveradi. Suzaveradi. Naqiy pastga qarab. Olimlar va seysmologiya institutlari falokat yomon ssenariysini hisoblab chiqishgan. Agar Pomirda navbatdagi kuchli zilzila yuz bersa va ko'lning o'ng qirg'og'idagi ko'p kilometrli ulkan tosh massasi suvga qulasa, nima bo'ladi? Suvga ruslo ochilgandan keyin mana endi boshlandi. O'tdan sekundiga 500 kubometr, sekundiga 1000 kubometr, undan keyin 5000 kubometr, 10000, 20000 kubometr suv chiqishi boshladi. Asta-asta lekin ko'payib boraveradi bu. Nima deganda Sares ko'lining chuqurligi hozir 525 metr. Bu yuvilib ketaveradi, olib ketaveradi, yuvilib ketaveradi, olib ketaveradi. Endi bu suv katta massaga o'tgandan keyin bu suv endi pastga 100 metrli sel bo'lib oqadi. Endi bizning Sares ko'limizni balandligi 3200 metr tepadan tushgani uchun, pastga qarab ketayotgani uchun o'zidan o'zi tabiiy nima deydi, gravitatsiya sababli tezlashib boraveradi. Suvning tezligi. Bu endi yo'l-yo'lakka 100 metr, 150 metr balandlikdagi suv oqib o'tgandan keyin o'sha anaqada
Bartang daryosi hamma yog'i ketdi, undan keyin Vaqshga tushadi, undan keyin Amudaryoga tushadi. Orol dengiziga borgan paytda shu suvni naqasi balandligi 30-35 metr bo'lib qoladi. Bu bir sutkaning ichida bo'ladigan ish. Mintaqadagi barcha ko'priklar, yo'llar, gidroelektrostansiyalar, uy-joylar va ekin maydonlari yo'q qilinadi. Ichimlik suvi ta'minoti butunlay izdan chiqadi. Moliyaviy zarar yuzlab milliard dollarni tashkil etadi. Ekologik oqibatlarni esa tiklab bo'lmaydi. Bu Markaziy Osiyo tarixidagi eng dahshatli gumanitar katastrofa bo'ladi. Shu sababli bu muammo faqat Tojikistonniki emas, balki butun Markaziy Osiyoning xavfsizlik masalasidir, deydi gidrogeolog olim Abdurahmon G'aniyev. Birinchi navbatda bu suvni balandligini tushirish kerak. Suvni yuzasini agar 100 metr, 150 metr pastga tushirsak, bu уже o'ng tomondagi ko'chki bor, uni tushishidan hosil bo'ladigan tsunamini xavfidan qutulamiz. Bu уже xavfdan qutulgandan keyin bu yuvib ketish xavfi umuman yo'q bo'ladi. Bunday tahdid qarshisida mintaqa davlatlari nima qilmoqda? Sarez ko'li yorilishi oldini olish maqsadida 1975-yilda SSR Vazirlar Mahkamasi qarori bilan uni o'rganish topshirig'i berilgan. SSR parchalanib ketgach, Sarez muammosi xalqaro darajaga chiqdi. Sababi to'g'on Tojikistonda joylashgan, lekin eng katta xavf quyi oqimidagi O'zbekiston va Turkmanistonga tahdid solib keladi. 2000-yilda Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston vakillari Jahon banki shafelligida yig'ilib, Sarez ko'li bo'yicha xavfni kamaytirish loyihasini ishga tushirishdi. Ushbu loyiha doirasida Sarezda ilk bor tezkor ogohlantirish tizimi o'rnatilgan edi. Agar to'g'onda biror o'zgarish bo'lsa, sirenalar chalinadi va ma'lumot sun'iy yo'ldosh orqali Dushanbe va Toshkentga uzatiladi. Ko'chki degan narsa hech qachon boshqarib bo'lmaydigan narsa. Bu qiziq narsa-da, pastiga o'shani nazorat qilib o'tirgan shu bittagina tochka bor. Sarezda. Bu Sarezda naql bo'lgan ko'chkini borib knopka bosishga vaqt bo'lmaydi. Naqa opovesheni yuvorish tursin, shu xodim borib shu knopkani bossa, agar nima deydi, alarm deymiz unaqada. Trevoga ko'tarish kerak bo'lsa, bitta knopkani bosish o'ziga ulgurmaydi. Toshkentlik olim bu masalada yillar davomida ko'p joylarga murojaat qilishdan to'xtamayotgani, mintaqa rahbarlari va jahon hamjamiyatiga murojaatlar qilishda davom etayotganini aytadi. Men u prezidentga yozganman, yiliga 3 milliard dollardan 8 milliard dollargacha pul topamiz shuni orqasidan. Endi xatim prezident qo'liga tushdi, uni Gidroproyekt degan institutga jo'natib yuborgan. Gidroproyekt degan institut meni chaqirdi. 10 ta odam o'rtasida asosiy injenerlarni, главный injener proyekt deydi, proyekt rahbarlari, injenerlar bilan uchrashdik. Hammasini tushuntirib berdim. Shuni hammasini ko'rib chiqildi. Hech qanaqa nima deydi, kamchiligi bor, bu bo'lmaydi deb aytishganiga hammasi tan olishdi. Oradan bir hafta o'tgandan keyin men anaqaga gidroenergiya tashkilotiga borib, menga nima bo'ldi desam, bilasizmi nima javob olibdi? O'sha Gidroproyekt degan institut direktori, texnika fanlari doktori Ahmedov degan odam yozib yuboribdilar. O'zbekistonda okean, dengiz yo'qligi tufayli bu masala neaktuallanadi. Insoniyat o'z beparvoligi tufayli dahshatli tabiiy va texnogen halokatlarni boshidan kechirganini mutaxassislar aytishadi. Va dunyo tarixidagi eng ayanchli misollardan biri Italiyadagi Vayon to'g'onining yorilishini misol qilib keltirishadi. 1963-yil 9-oktyabr kuni suv ombori tepasidagi Tok tog'ining bahaybat qiyaligi, taxminan 260 million kub metr tosh va tuproq massasi birdan siljib, soatiga 110 km tezlik bilan to'g'ri suv omborining ichiga qulaydi. Ulkan tosh massasi suv omborini atigi 45 soniyada toshirib tashlaydi va suvni tashqariga siqib chiqaradi. Balandligi 250 metrlik dahshatli tsunami tog' tepasidagi qishloqlarni yuvib ketadi. Qolgan 50 million kub metrlik ulkan to'lqin esa to'g'on ustidan oshib pastdagi vodiyga yopiriladi. Pastroqda joylashgan Langaroni shaharchasi va yana bir nechta qishloq soniyalar ichida butunlay suv va loyqa ostida qolib, yer bilan bitta bo'ladi.
Fojia oqibatida 2000 dan ortiq odam halok bo'ladi. Eng qizig'i, injenerlar qurgan Vayun to'g'onining o'zi bu dahshatli zarbaga bardosh bergan va deyarli shikastlanmagan. U hozir ham o'z joyida turibdi. Olimlar Italiyadagi voqea Sares ko'lida ham bo'lishi mumkin degan fikrda, faqat ulkanroq masshtabda. Mutaxassislar fikricha, Sares muammosiga bugun befarq bo'lish mana shunday achchiq tarixiy xatolarni takrorlash demakdir. Ha, mana qarang, to'qindi. Ha, to'qindi. Bitta oyog'imga qizil tapchi, bitta oyog'imga ko'k tapchikada ketganman. O'zbekiston tarixidagi Sardoba fojiasi ham katta talafot yetkazgandi. O'shanda atigi 1 milliard kub metrga ham yetmaydigan suv massasi beqiyos vayronkorlikni olib kelgan. Minglab odam boshpanasiz qolgan, suv oqimi qo'shni Qozog'istongacha yetib, ancha zarar yetkazgandi. Pomir tog'lari tepasida esa Sardobadan 19 barobar yirik bo'lgan 17 milliard kub metrlik ulkan suv havzasi turibdi. Agar Sardoba O'zbekiston uchun mahalliy fojia bo'lsa, Sares to'g'onining yorilishi butun Markaziy Osiyo uchun mintaqaviy qiyomatga aylanishi mutaxassislar ta'kidlab kelmoqda. Bizning naqalarimiz, fikrlashlarimiz davlat strukturalarini fikrlashlari. Ya hozir jimmi, hech gap yo'qmi, qo'ylarni dema, gapirma uni. Bir narsa bo'lsa keyin gaplashamiz. Bir narsa bo'lsa keyin gaplashamiz degani 5 million 6 million xalqi nobud qilgandan keyin nima kerak bor gaplashish? Keyingi yillarda Markaziy Osiyo davlatlari, xususan O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi munosabatlar iliqlashgach, Sares masalasi yana kun tartibiga chiqdi. 2018-yil mart oyida Toshkent sammitida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon Sares ko'lidan tinch maqsadlarda foydalanish va xavfni birgalikda bartaraf etish to'g'risida kelishib oldilar. Maxsus ikki tomonlama qo'shma hukumatlar aro komissiya tuzildi. Uchrashuvda ilk bor Saresni faqat vahshiy tahdid emas, balki mintaqa uchun ulkan toza ichimlik suvi manbai sifatida qurish g'oyasi ilgari surildi. Tojikiston prezidentiga ochiq-oydin yozdim. Bu joyda nima qilishimiz mumkin? Suvni yuzasini tushirishimiz mumkin. Bu suvni yuzasini tushirish bilan barobar shu naqa suvni o'tdan chiqarib olayotgan suvimizni dunyo mamlakatlariga eng toza suv sifatida sotishimiz mumkin. Birinchidan, ikkinchidan, shu yo'ldan tushirayotgan suvimizni yordamida GES qurishimiz mumkin va u GESdan 500-750 megawatt kecha bo'lgan ishlanishdagi GESni qurishimiz mumkin. Umuman olganda, Tojikiston tomoni xalqaro minbarlarda, jumladan Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi va BMTning suv konferensiyalarida Sares suvini O'zbekiston, Turkmaniston va Qozog'istonning ichimlik suviga bo'lgan ehtiyojini qondirish uchun ishlatish taklifini rasman ilgari surib keladi. O'rta Osiyo uchun eng zarur narsa suv. Mana shu suv Xudo bizga o'sha yerda zapas qilib berdi, 17 kub kilometr suvni. Bu suv agar nima deydi, asrab qolsak, bu suv necha yil, necha zamonga bizga nima deydi, hayot manbai bo'ladi. Agar shuni qilolmasak, bo'ldi, bizning O'rta Osiyoda boshqa joydan kutadigan suvimiz yo'q. Sares ko'li tabiatning insoniyatga bergan ham go'zal sovg'asi, ham jiddiy ogohlantirishidir. Olimlar fikricha, iqlim o'zgarishi va muzliklar erishi tezlashayotgan bugungi davrda Saresni nazoratsiz qoldirish Markaziy Osiyo davlatlari uchun jiddiy tahdid bo'lib qolaveradi. Bu esa Markaziy Osiyo davlatlarining bir yoqadan bosh chiqarib muammoni birgalikda hal qilishni taqozo qiladi. Vaqt esa kutib turmaydi.